Nima yig'layapsiz? Sizga meni tug'ilgan kunim. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Rahmat. Mana tug'ilgan kuningiz nima olib kelishimiz mumkin? Mana shu korobkaning ichida nima bo'lishi mumkin? Bilmayman, nima olib kelishlaring. Hozir ochamiz, o'zingiz ko'rasiz. Xo'p, rahmat. Qani bu tomonga olaylik. Rahmat, sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Xolam yaxshimilar? Ha, yaxshilar. Qani sekin mashina ochaylik. Sizlarga nima kerakligini bilardik. Mana bemalol. Go'shingiz aynib qolmaydi, xudo xolasa. Endi olib kelgan narsamiz mana qizni hustlari aynib qolmaydi. Rahmat. Mana dokumentlari. Ichida buni ehtiyot qilib olib qo'yasiz, garantiyasi bor 3 yil. Rahmat, tanijonlaringiz sog' bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Nimadir niyat qilishgan bo'lsa, niyat maqsadlariga yetsin, ilohim. Rahmat, sog' bo'ling. Tilaklaringga ham rahmat. Kim nimadir niyat qilgan bo'lsa, niyat maqsadiga yetsin. Onaxon 83 ga kirdilar, qarib qoldilar, issiqda qiynalyotgandik. Rahmat, uyimizda o'g'il bola yo'qligi uchun rahmat, sog' bo'ling. Salomat bo'ling, maza qilib ishlatinglar. Rahmat. Mana tug'ilgan kunimga ajoyib bo'ldi.